Ko'pchilik yurtdoshlarimizni savollari ochlik haqida ma'lumotlar berishimni so'rashgan ekan. Qisqacha ma'lumot berib o'taman. Yana ochlik bu tabiat tomonidan berilgan o'ziga xos mexanizm bo'lib, u tanamizdagi eski keraksiz oqsil tuzilmalaridan xalos bo'lish jarayoni apoptozni ishga tushiradi. Yosh o'tgan sari tanamizda metabolizm buziladi, keraksiz moddalar to'planadi, mitoxondriyalar yetarli energiya ishlab chiqara olmay qoladi. Sabab ortiqcha oziqlanish bo'ladi. Shunga qarshi ovqatlanishda tanaffuslar juda yaxshi ta'sir qiladi. Quruq ochlik bu sizning tanangizdagi og'ir eski suvni chiqarishga yordam beradi. Sizda tozalash sodir bo'ladi. Shuningdek, ochlik bu sizning sog'lig'ingizni test qilish yo'li. Agar 3 kun ochlikda chidamli bo'lsangiz, tanangiz sog'lom. Agar 10 soatdayoq ko'nglingiz aynisa, demak jigar ichak detoks tizimi bilan ishlash kerak. Esda tuting, ochlik bu tanangizdagi eng yaxshi ichki jarroh. Muhimi to'g'ri tayyorgarlik, to'g'ri psixologiya, xavfsiz chiqish. Sizning tanangiz juda aqlli, u eski keraksiz yoshi o'tgan hujayralardan qutulishni biladi. Faqatgina siz unga imkoniyat bering. Ovqat tanaffusi orqali. Bu nafaqat hayotni uzaytiradi, balki miya faoliyati va tanadagi har bir tizimni yaxshilaydi. Siz 24 soat ovqat va suvsiz qola olasizmi? Bu shunchaki ochlik emas. Bu organizmingiz uchun qayta tug'ilish jarayoni. Quruq ochlik tanangizni yangilaydi, hujayralarni tozalaydi, oqsil chiriklardan xalos qiladi, miya faoliyatini ham yaxshilaydi. Bu tabiat sizni tiklash uchun bergan eng kuchli usul. Eski suv chiqsin, yangisini qabul qiling. Bu nafaqat yoshni, balki hayotni ham o'zgartirish mumkin. Bu haqda to'liq ma'lumotlar albatta Telegram kanalimda berib borilyapti. Marhamat, Telegram kanalimga ulaning.